Assalomu alaykum. Kia Sorento avtomobilimiz 2019-yil 112 ming kilometr yurgan yoqilg'i dizel. Narxi 19.590.000 won. Dollarga bir 13.000 $14.000 bo'ladi. Anig'ini videoda yozib qoldiraman. Mashinani kraskasi toza, kraska tegmagan. 2.2 объем dizel. Ikkita ballon tortadi. 2 VD. To'rala ballon tortmaydi. Shundan adashtirmanglar akalar. Mashina ideal holatda. Salon holatlari ham normalniy. Salonlari nima deyapti salon? Pokiza holatda mana. Orange svet. Orqasini isitadi. Eshik eksklyuziv dastur. Oldi signalimiz elektronniy sigina. Holati ideal holatda. Palasan ishlaydi. Yonda bokovoy sensorlar mavjud. Domnida hisoblangan ishasi ham bor. Ruldagi knopkalar joyida hammasi ishlaydi. Bilak bahsi, high-pace, panorama tomigacha bor. Auto hold, auto parking, sport rejim, eco rejim, normal hammasidan bor. Monitor mavjud. Ideal holatdagi Sorento avtomobilimiz. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.